Bugungi videoda men youtuberlarga kirish savollar berib ko'raman videosining bu 22-qismi. Qanunda biz videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz bu Shaxes. Qarang, agarda sizga 1 millionlik YouTube kanal berishganda va 1 yil dushga kirmaysiz deyishganda nima deyar edingiz? Bilmadim, menimcha yo'q deyardim deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Felix. Agar sizga 100 million bersa kanalingizni o'chirib yuborarmidingiz? Bilmadim, katta kanal bo'lganida o'chirmasdim. Menimcha, lekin boshqa kichik kanallarni aytsa, bemalol o'chiraverardim deb javob berdilar. Va bizning 3-youtuberimiz bu Hacker, siz oppoq nigermisiz? Hackerman, down bo'lmaydi deb javob berdilar. Videoni shu joyga tushirganingizda shu joyga like bosib, kanalingizga albatta obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar bolalar. Biz 5000 ta obunachi chiqishimiz kerak. Shuning uchun ham kanalingizga albatta obuna bosib qo'yinglar. Va bizning 4-youtuberimiz bu Hacker, YouTube'ga tezroq qayting, hammasini so'rayapti. Yaqin orada qaytib qolaman deganman va albatta qaytaman deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz bu Artifact, yangi video qachon? Qishloq bilan endi yaqinda video chiqadi deb javob berdilar. Videoni shu joyga tushiramiz, shu joyga like bosib, kanalingizga albatta obuna bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar bolalar, sababi biz 5000 ta obunachi chiqishimiz kerak. Shuning uchun ham kanalingizga albatta obuna bosib qo'yinglar. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.